baliq oviga taklif qildim o'rtoqlarimni. O'sha kuni do'stlarim bilan birga bordik baliq oviga. Uzoq emas, juda yaqinga, o'zimizni daryo bo'yiga. Qora daryo suvlari tinib, shoshilmasdan sekin oqmoqda. Girgir esgan maisha boda, hammamizga juda yoqmoqda. Joy tanladik biz birin-ketin, qarmoqlarni suvga tashladik. Hangomani yig'ishtirdik-da, va nihoyat dovni boshladik. Vaqt o'tardi sekin imilab, uzoq kutdi kasablar tarang. Va nihoyat raqqosa kabi o'ynab qoldi pokagim qarang. Dast ko'tardim qarmoqni shu on, bildim baliq qoldi elim. Tortolmadim o'sha zahoti, kattaligi qoldi bilinib. Laqqa baliq ekan chamasi, ana suvdan chiqdi yaltirab. Ipni uzib ketmasmikan deb oyoq qo'lim ketdi qaltirab. Men qirg'oqqa u suvga tortdi, o'rtamizda bo'ldi uzoq jang. Bu holatni ko'rgan do'stlarim bo'lib qoldi bizga zanguman. Qo'pilishdik o'tdi ancha vaqt va nihoyat charchadi baliq. 2 kishi arang ko'tardik, 11 kilo chiqishi aniq. Qora daryo bo'ylari go'zal, oqsna qadar suvlari tiniq. Do'stlarimning aytishlaricha menga omad kulgani aniq. Biri katta, bittasi kichik, baliq tutdi o'rtoqlarim ham. Bo'lib turar baliq ovida, shunday kichik hangomalar ham. Bugun bozordam olish kuni, so'zlab qo'ydim qarmoqlarimni. Boraylik deb baliq oviga taklif qildim o'rtoq